Bu erkak rafiqasi o'ldirilgan kvartirani 26 yil davomida saqlab kelgan. U hech narsaga tegmagan, hech narsani tozalamagan, hatto ijarani ham to'lashda davom etgan. Sababi bitta edi. U bir kun kelib, ilm-fan rivojlanib, politsiya rafiqasining qotilini topishga ishongan. Bu Yaponiyani larzaga solgan Namiko Takaba ishi. 1999-yil 13-noyabr. Yaponiya, Nagoya shahri. Namiko Tabaka 32 yoshli uy bekasi edi. U eri Satoru va 2 yoshli o'g'il Nohei bilan tinch hayot kechirardi. Ularning oilasi tashqaridan qaraganda baxtli edi. Satoru ishlardi, Namiko esa o'g'liga va uyiga g'amxo'rlik qilardi. O'sha kuni ham hammasi oddiy boshlangan. Ertalab Satoru ishga ketadi. Namiko esa kichik o'g'li biroz betob bo'lgani uchun uni shifoxonaga olib boradi. Keyin ona va bola uyga qaytishadi. Taxminan shundan keyin kvartira tomondan shovqin va janjalga o'xshash ovozlar eshitiladi. Keyin hammasi jim bo'lib qoladi. Bir muddat o'tgach, uy egasi ayol kvartira oldiga keladi. U eshikni taqillatadi, lekin hech kim javob bermaydi. Eshik esa qulflanmagan edi. Ichkarida esa vaqt go'yo to'xtab qolgandek manzara bor edi. Namiko o'z uyining ichida o'ldirilgan edi. Uning 2 yoshli o'g'li esa shu kvartiradan tirik topilgan. Bola jismonan jarohat olmagan, lekin onasi bilan sodir bo'lgan eng dahshatli voqeaning guvohi bo'lgan edi. Politsiya voqea joyiga kelganda kvartirada juda muhim izlar bor edi. Begona odamga tegishli qon izlari, oyoq izlari va boshqa dalillar topilgan. Tergovchilar jinoyatchi hujum paytida o'zini ham jarohatlangan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishadi. O'sha paytdagi taxminlarga ko'ra, gumondor ayol kishi bo'lishi mumkin edi. Taxminan bo'yi 160, oyoq kiyim o'lchami 37 atrofida. Qon guruhi esa B bo'lgan. Lekin muammo shunda ediki, gumondor yo'q edi. Politsiya minglab odamlarni tekshiradi. 5000 dan ortiq odam so'roq qilinadi. Ishga juda katta kuch safarbar qilinadi, ammo yillar o'tadi, javob topilmaydi. Satoru esa taslim bo'lmaydi. U o'g'li bilan boshqa joyga ko'chib ketadi, lekin rafiqasi o'ldirilgan kvartirani saqlab qoladi. 5 yil, 10 yil emas, 26 yil. U har oy ijarani to'laydi. Xonadagi buyumlar, izlar, o'sha kundagi holat imkon qadar o'zgartirilmasdan qoladi. Chunki u bir kun kelib DNK texnologiyasi yoki yangi tergov usullari haqiqatni ochishga ishonardi. Bu kvartira u uchun shunchaki uy emas edi. Bu javobsiz qolgan savollar edi. Bu rafiqasining oxirgi manzili va adolat kelishini kutayotgan joy edi. Yillar davomida ish sovuq holatga aylandi, lekin Satoru har yili Namikoning suratlari tushirilgan varaqalar tarqatdi. Odamlarga bu voqeani eslatardi, balki kimdir nimanidir eslab qolar, balki kimdir ko'rgan narsasini aytar deb umid qilardi. Ko'pchilik uchun bu ish allaqachon o'tmish edi, lekin Satoru uchun emas. Va nihoyat u kutgan kun keladi.